Hurmatli o'quvchilar, juda ham yaxshi o'rgandik. Demak, present simple'ni qanday qilib savol shaklini va negative shakllarini va ularga qanaqa javob berishlarini albatta oldingi darsimizda sizlar aktiv faol holatda qatnashganlarni ko'rib, juda ham albatta biz lol qoldik. Endi qaranglar, sizlarga albatta bu unitimizni boshlashdan avval bitta savol berib ko'raman. Demak, agar biz oldingi mavzuni yaxshi o'rgangan bo'lsak, demak bu unitni davom ettirsak bo'ladi. Okay. So, demak bizga berilgan do you get up early? Demak, kitobimizga qaramaymiz birinchi o'rinda. Okay. Do you get up early? Hey, you, yeah. Albatta sizga gapiryapman. Juda ham yaxshi. Yes, I do dedingiz. Demak, hech qachon yes, I get up early demaymiz, Juda ham yaxshi. Okay. What about your friends? Demak, do'stingizchi? Qani, do'stingiz haqida savol berib ko'ramiz. Does your friend get up early? Yes, you does. Yo'q. Gap kim haqida ketyapti? Do'stimiz haqida ketyapti. Shuning uchun nima deymiz? Yes, he does. Juda ham yaxshi. Молодец. Xo'p, demak, hurmatli o'quvchilar, yaxshi o'rganibmiz va biz mana shu unitimizni davom ettirsak bo'ladi. Xo'p, bu unitimizda demak, ana shu o'rgangan mavzularimizni exerciselar berilgan va shu bilan birgalikda biz qanaqa qilib fe'l va ot holatlarini birgalikda ishlatilinishi present simple'da bir qancha bizga berilgan, ya'ni asosan go, have, get fe'llari berilgan va u bilan keladigan otlarni ko'rib chiqamiz. Demak, 3 ta fe'l. Qaytaramiz. Go, have, get. Demak, albatta sizga qiziqarli bo'lsa, mana shu videomizni oxirigacha kuzatishni so'rab qolgan bo'lamiz sizlarga. Okay, ketdik. Demak, bizdagi mana bu 8A ga qaraymiz hammamiz. Demak, put the words in the correct order. Demak, gaplarimizni ketma-ketliklarni to'g'ri qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, barchasi biz savol shakllarligini bilib bo'ldik. Nimaga? Chunki oxirida nima bor? Question mark, to'g'rimi? Albatta hech ikkilanishsiz biz bularni nima qilishimiz kerak? Inkor? Yo'q, shoshmaymiz. Inkor emas. Albatta bu savol. Juda ham to'g'ri topdingiz. Demak, biz birin-ketinlik bilan savol qilib chiqamiz. Demak, birinchisi qaranglar. Early she up does get. Gapimiz juda ham to'liq chiqmagan. Shuning uchun bu yerda biz gaplar ketma-ketligini nima qilishimiz kerak? Juda ham to'g'ri topdingiz. To'g'ri joyiga qo'yib chiqishimiz kerak. Demak, biz oldingi mavzuni ozgina eslab olamiz. Demak, qaranglar. She ga nima qo'yardik? Does, to'g'ri. Undan keyin nima qo'yamiz? She, to'g'ri. Va undan keyin main verb, to'g'ri. Va undan keyin objektlarni qo'yib olsangiz bo'ldi. Juda ham to'g'ri. Demak, xuddi shu tartibda I will use'imiz ham xuddi shu tartibda davom ettiriladi. Demak, ketdik. Does she get up early? Demak, u uxlay turadimi? Javob berib ko'ramiz. Yes. She does. Juda ham to'g'ri. Agar negativ bo'lsa, okay. No, she doesn't. Juda ham yaxshi. Xo'p, albatta javobni pozitiv yoki negativ holatda berish albatta o'ziga bog'liq. Demak, keyingisiga davom etamiz. Okay. Qaranglar. Her nima edi? Qiz bolaga uning degani. Juda ham yaxshi. Do up 5 children get at. Wow, this really mix. Demak, qaranglar, juda ham mix qilib yoribdi. Demak, buni ko'rib turib, uzunligini ko'rib turib, men tuza olmayman deb o'ylamanglar. Demak, har doim birinchi savol o'tgan paytimizda yordamchilarni eslab ko'ramiz. Demak, ketdik. Yordamchilar qani edi? Demak, do. Bizda do qilyapti. Juda ham yaxshi. Do ni belgilab oldik. Endi qaranglar, gap egasini topib ko'ramiz. Gap kim haqida ketyapti? Bolalarmi? Yo'q. Yana nimadir bor? Uning bolalari. Demak, do her children. Demak, qaranglar, biz egani ham topib oldik. Endi nima qo'yamiz? Juda ham yaxshi. Asosiy fe'lni qo'yamiz. Demak, get up. Endi soatni qo'yamiz. Oxirida soat keldi, At 5. Endi qaytaramiz. Do her children get up at 5. Juda ham yaxshi. Demak, xuddi shu tartibda davom etamiz, hurmatli o'quvchilar. Okay. Demak, juda ham barakalla. Xo'p. Okay. Xo'p, barakalla hurmatli o'quvchilar. Mana 8-chi exercise'imizni ham tugatib oldik. Hammasini a'lo darajada qildinglar. Endi esa 10 tarafimizga qaraymiz kitobimizni. Endi bizga listen again and repeat degan so'z bor. Demak, qaranglar, bu yerda mashqimizdan asosiy maqsad nima? Boya aytib o'tdik, sizlarga savol bergan paytda ovoz tonimizni pasaytiramiz. Ana shuni bitta ko'rib chiqamiz. Qanday bo'lishi mumkin in reality, ya'ni hayotda. Audio 4.12. 1. Do you work at the weekend? Do you work at the weekend? Qo'yla. Do you work at the weekend? Demak, bizda savolligini bildirishimiz uchun ovoz tonlarimizni tushirishimiz yoki pasaytirishimiz kerak bo'ladi. Okay? Ketdik endi keyingisiga javobga qaraymiz. Yes, I do. Yes, I do. Ko'rdinglarmi? Yes, I do. Albatta, yes, I do bo'lmaydi-yu. Ko'rdinglarmi? Qaranglar. Yes, I do. Do you get up early?
Endi to'g'ri, bu sal g'alatiroq eshitilishi mumkin kundalik hayotimizda. Siz voqli turasizmi desak, ha, unday demaymiz. Shuning uchun, siz voqli turasizmi? Siz voqli turasizmi? Siz ishlaysizmi? Siz ofisda ishlaysizmi? Ko'rdinglar? Demak, mana shu ovoz tonimizni ingliz tilida xuddi shunaqa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ko'rdinglar? Xuddi o'zbek tilida bo'lgani kabi ingliz tilida ham albatta shu holat bor. Okay, ketdik. Demak, biz bilib oldik. Endi yana davom etamiz. Ikkinchi, ya'ni he bilan berilgan, ya to'g'rirog'i uchinchi shaxs bilan berilgan holatni bitta eshitamiz. 2. Does your husband work? Does your husband work? Ko'rdinglar? Otga urg'u berilyapti, fe'lga urg'u. Does your husband work? No, he doesn't. No, he doesn't. Ko'rdinglar? Yo'q, ishlamayman deymiz biz o'zbek tilida. Ularda ham xuddi shu tartib bor. Demak, no, he doesn't. Ko'rdinglar? Negativda sal urg'uni kuchaytiramiz. Yes, I do. No, he doesn't. Ko'rdinglar? Doesn't ga berilyapti. Mana bu yerda xuddi shu holatda davom etishimiz kerak bo'ladi. Okay. Demak, biz bilib oldik. Xudo xolasa, mana shu muammolar albatta savolga javob berayotgan paytimizda tug'ilmaydi degan umiddaman. Okay, let's move on. Demak, davom etamiz. Wow. 10 ga qaranglar, juda ham qiziqarli mashg'ulotlarimiz berilgan. Kim topib ko'radi? Albatta juda ham to'g'ri topdingiz. Working pairs qilamiz sizlar bilan birgalikda, ya'ni mavzuyimizni qanchalik yaxshi o'rganganligimizni tekshirish uchun. Okay, men sizlarga savol beraman. Albatta tayyor bo'lsanglar, demak savolga javob berishinglar kerak bo'ladi. Okay. So, get up. Nima edi? Birinchi tarjima qilib olamiz. Get up. Turmoq. O'rnidan turmoqqa ham ishlasak bo'ladimi? Xuddi shu yerdan agar men o'rnimda turadigan bo'lsam, get up. Xo'p, uxlayotgan bo'lsam, albatta ko'zimni ochib turib, keyin o'rnimdan turishim, get up. Juda ham to'g'ri. Xo'p, have breakfast. Nima edi? Nonushta qilmoq. Xo'p. By the way, albatta aytgancha, hurmatli o'quvchilar, demak mana shu yerda aytib ketishim kerak. Breakfastni o'zi ham fe'l bo'lib kela oladi. Misol uchun, I have breakfast degingiz kelmasa, demak shunchaki I breakfast desam, bu ham to'g'ri. Ha, adashmadingiz, eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin siz lug'atdan qidirib ko'rsangiz, albatta breakfast ham nonushta qilmoq bo'lib chiqadi. Demak, I breakfast. Okay, bugundan boshlab bilib oldik, juda ham yaxshi. Xo'p, go to work. Go to work ishga bormoq. Okay? So work ishlamoq juda ham yaxshi. Finish work. Demak, finish work kundalik tartibimizda o'rgangandik. Demak, ishni tugatmoq. Agar o'qishni tugatmoq bo'lsa nima deymiz? Juda ham yaxshi. Finish study. Get home. Uyga bormoqmidi? Yo'q. Uyga yetib bormoq. Xo'p, uyga bormoq nima bo'lsa bo'ladi? Go to home. Yo'q. To qo'ymaymiz. Juda ham yaxshi. Go home. Ketdik. Have dinner. Qo'ymaymiz hech qachon, e'tibor beramiz. Have dinner. Demak, kechki ovqatni yemoq. Have breakfast. Ertalabki ovqatni yemoq, ya'ni nonushta qilmoq. Obedlanmoq esa have lunch. Juda ham yaxshi. Go out. Go out. Demak, aylangani chiqmoq yoki tashqariga chiqmoq. Go to bed. Uxlagani yotmoq. Demak, tarjima qilib oldik. Juda ham yaxshi o'rganibsizlar so'zlarni. Endi esa navbat, it's time to give questions. Demak, qaranglar, sizlarga savol beraman, tez-tez javob berib ketasizlar. Okay, one by one. Okay. So, do you get up early? What time do you get up? Shoshmaymiz, demak, bittalab. Okay. Do you get up? Turasizmi? Okay. Do you get up at 7 o'clock? Yes, I do. Juda ham yaxshi. Okay. Do you have breakfast? Keyingi o'quvchimiz javob berib ko'radi. No, I don't. Okay, why? Demak, nonushta qilmas ekansiz. Juda ham yaxshi. Okay. Lekin albatta nonushta qilish tavsiya qilamiz, chunki kunimizda nonushta muhim hisoblanadi. Yaxshi, hurmatli o'quvchilar. Demak, yaxshi o'rganibmiz. Demak, mana shulardan siz savol qilib turib bizga jo'natishingiz kerak bo'ladi va biz sizni tekshirib beramiz. Okay. Demak, qolganlar esa darsda xuddi shu mashqni qilishimiz kerak bo'ladi. Okay, ketdik. Xo'p, endi esa bizga vocabulary qismiga keldik. Mana bu vocabulary qismida nima qilamiz? Xo'p, verb, noun, phrases. Demak, bizda fe'l va ot holatlari birga kelishi. Demak, bu nima degani? Qaranglar. Bizning o'zbek tilimizda qisqagina eslab ko'ramiz. Demak, bizda shunaqa so'zlar bormi? Albatta, juda ham to'lib yotibdi. Bunaqa so'zlar bizda ko'p. Demak, qaranglar, ingliz tilida ham va boshqa tillarda ham xuddi shu holatda, demak, ko'p uchrashimiz mumkin. Xohlagan tilingizda albatta fe'l va ot, ya'ni birikmasi birga keladi. Misol uchun, qaranglar, go to degani bormoq, to'g'rimi? Demak, biz go'ni qatlarga boramiz, to'g'rimi? Qaranglar, go to work, go to study, go shopping, go to the university. Qaranglar, biz qayerga boramiz? O'qishga boramiz, ishga boramiz, magazinga boramiz, universitetga boramiz. Ko'rdinglar? Demak, biz bormoq fe'li bilan, demak, otlarni ishlatyapmiz, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam, chiqmoq, nimalarga chiqmoq? Juda ham to'g'ri, ko'rdinglarmi? Darhol esladinglar. Demak, transport vositalariga. Demak, avtobusga chiqmoq. Ko'rdinglar? Xo'p, nima to'xtatamiz? Ana yaxshi. Demak, taksi to'xtatmoq.
Ko'rdinglar? Demak, mana shu fe'l bilan keladigan o'zining maxsus otlarini o'rganamiz sizlar bilan birgalikda. Demak, o'zbek tilida, ya'ni fe'l va ot so'z birikmasini birgalikda sizlar bilan o'rganamiz. Okay, albatta siz o'zbek tilidagi grammatikani bilmasangiz, albatta bu juda ham bir katta qo'rqinchli holat emas. Mana shu holatda, demak, aynan ingliz tili darsimizda ham ingliz tilidagi grammatik holatni o'rganib va o'zimizni o'zbek tilimizni ham o'rganib ketsak bo'ladi grammatikasini. Okay, agar tayyor bo'lsak, let's move on boshladik. Okay. Vocabulary focus. Phrases with go, get, home. I'm sorry. Go, get, have. Bizga 3 ta fe'l berilgan. Demak, go bormoq, get juda ham tarjimalari ko'p. Qidirib ko'rsanglar, aynan demak 20 tadan ko'p tarjimalarini chiqaradi. Demak, biz getni xohlagan holatda, ya'ni misol uchun aytadigan bo'lsak, demak, topdim, tushundim, sotib oldim, yetib bordim, chiqdim, keldim degan har xil ma'noda ishlatsak bo'ladi. Lekin bu yerda sizga bir necha ikkita ma'nosini o'rgatib o'tar ekan va biz boshqa ma'nolarni ham o'zimiz uchun bilib qo'yishimiz kerak. Okay. Have. Demak, biz have ni bilamiz, ya'ni bor degan ma'noni anglatadi. Demak, 3-mavzularimizda o'tganmiz. Demak, bu yerda esa harakat ma'nosini bildiradi. Ya'ni harakat, ya'ni qilmoqqa ko'proq dalolat qiladi. Misol uchun lunch bo'ladigan bo'lsa, have lunch, to'g'rimi? Obedni nima qilamiz? Obedni qaranglar. Obed so'ziga biz atrofiga fe'llarni yig'ib ko'ramiz, qaranglar. Obedni nima qilamiz? Obedni biz sotib olamiz, to'g'ri? Obedni biz tayyorlaymiz. Obedni biz yeymiz. Ko'rdinglar? Demak, mana shu obed so'ziga atrofiga biz fe'llarni yig'ib chiqdik. Demak, bu yerda esa faqatgina bitta fe'l berilgan, ya'ni obed qilmoq. Demak, esimizda qoldi. Obedni biz faqat nima qilishimiz mumkin? Obed qilmoq, ya'ni yemoq deb tarjima qilishimiz mumkin. Okay. Xo'p, demak, learn these groups of words together. Demak, har doim biz mana shu so'zlarni o'zidan keyin kelgan oti bilan birgalikda o'rganib ketsangiz, so'zingizda, demak, vocabulary qismida, demak, lug'atim kam degan muammolarga hech duch kelmaysiz. It helps you remember the vocabulary. Albatta, bu sizga bundan tashqari so'zlarni eslab qolishingizga juda ham katta yordam beradi. Misol uchun, demak, olma yemoq bo'lsa, xuddi shu so'zlarni, demak, biz o'zbek tilida endi ingliz tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, eat an apple bo'ladigan bo'lsa, siz shu narsani katta, ya'ni fe'l va otini birgalikda yodlab ketsangiz, demak, olma so'zi kelganda sizga darhol yemoq fe'li keladi. Yoki bo'lmasa yemoq fe'lini yodlagan paytingizda, demak, olma so'zini bilmasangiz, albatta olma keladi. Ko'rdingmi? Juda ham foydali ekan. Yoki bo'lmasa qaranglar, hozir men sizlarga so'z aytib ko'raman, ot aytib ko'raman, ya'ni otini, ya'ni siz topib ko'rasiz. Tayyormiz? Okay. Hop. Qaranglar, work, ya'ni bu yerda ot, work. Ishni nima qilsak bo'ladi? Work. Juda ham yaxshi. Finish. Start juda ham yaxshi. Ko'rdinglar? Home. Qani, kim aytadi? Home. Uy. Nima qilsak bo'ladi? Get home juda ham yaxshi. Go home juda ham yaxshi. Okay. Hop. Bed. Yotoq. Nima qilsak bo'ladi? Go to bed. Barakalla. Okay. Demak, ko'rdinglar? Demak, o'z-o'zidan sizga ya'ni fe'l, ya'ni otni aytganimda darhol fe'l keldi. Shuning uchun ham bizga mana shu nafaqat bizga grammatik holatda yordam berar ekan, buni ikkinchi foydasi, sizda so'zda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha so'zni yodlamayotgan bo'lsangiz, sizga darhol kelishiga juda ham bir katta yordam beradi. Okay guys. Xo'p, endi ko'rib chiqamiz sizlar bilan go bilan, ya'ni ehtimoldagi kelishi mumkin bo'lgan otlarni. Demak, qaranglar, go bormog'ida go to work, demak ishga bormoq. Go to school, maktabga bormoq. Go to university, universitetga bormoq. Demak, davom ettiring. Yana qayerga borishimiz mumkin? Go to the English lesson. Juda ham to'g'ri. English lessonga borishimiz mumkin. Okay. Go to the concert. Go home. Juda ham yaxshi. Ko'rdinglar? Demak, xuddi shu tartibda davom ettirishingiz mumkin. Okay. Keyingi so'zga qaraymiz. Go out. Go out faqat bu yerda bormoq emas, bu yerda endi tarjimani sal o'zgartiramiz. Aylangani chiqmoq. Demak, yoki bo'lmasam tashqariga chiqmoq. Okay? So, demak, go out with friends. With bu yerda bilan degan ma'noni beradi. Do'stlar bilan aylangani chiqmoq. Tushundingmi? Go out with friends. Okay. Demak, do'stlar bilan aylangani chiqmoq. Xo'p, demak, can I go out desam, agar mayli men tashqariga chiqib ketsam, demak, bu ham bo'ladimi? Juda ham to'g'ri. Faqatgina bu yerda aylanish maqsadida emas, demak, o'zingizga qandaydir bir yumushlaringiz bo'lishi mumkin. O'sha maqsadda chiqqan bo'lasiz. Okay. Demak, tushunarli bo'ldi. Demak, davom etamiz. Agar siz kim bilandir chiqmoqchi bo'lsangiz yoki oila a'zolaringiz bilan bo'ladigan bo'lsa, do'stlaringiz bilan bo'ladigan bo'lsa, go out with my family deb ishlatishingiz mumkin. Okay. Demak, out fe'lni outni aytib ko'raman. Out desam esingizga nima keladi? Darhol go. Juda ham yaxshi. Okay. Go to bed, demak, bu yerda uxlagani yotmoq deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni demak, yotoqqa ketmoq yoki bo'lmasam yotmoq degan ma'noni beradi. Okay. Go to bed, demak, uxlagani yotmoq.
Okay, ketdik. Demak, biz go bilan kelishi mumkin bo'lgan fe'llarni o'rganib, otlarni o'rganib oldik. Endi esa have'ni ko'rib chiqamiz. Qaytarib o'taman sizlarga. Eslatma sifatida go bilan faqatgina bu, ya'ni otlar kelmaydi. Ingliz tilida ham, albatta boshqa tillar ham juda ham boy til hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda ham biz, ya'ni faqat shu bor ekan deb tushunib qolishimiz kerak emas. Demak, all dictionary bor, ya'ni Oxford Lawrence Dictionary demak lug'atlar bor. Internetdan ham topsanglar bo'ladi. Ana shu yerda, demak, agar biz go ni yozib ko'radigan bo'lsak, collocation, ya'ni so'z birikmalarini sizga chiqarib beradi. Demak, albatta bu sizga ham o'zimizning tavsiyamiz. Okay. Have ga keldik. Demak, have breakfast. Demak, have demak bizda bu yerda bor degan ma'noda kelmayapti. Demak, bizda ish harakat ma'nosida kelyapti, qilmoq. Demak, have breakfast. Demak, ertalabki ovqatni yemoq, have lunch. Obed qilmoq, have dinner, kechki ovqatni yemoq. Demak, have a look degan so'z bor. Demak, have a look degani bu qarash. Demak, biz nimadirga qarab qo'yishimiz mumkin yoki telefonimizga yoki kitobga buni qarashimiz mumkin yoki kimgadir kelsa qarab qo'yishimiz mumkin. O'shanga ham demak have a look, nazar tashlash degan tarjimada ham keladi. Ko'rdinglar? Demak, bu yerda faqatgina have lunch, have breakfast bilan ishlatmaymiz. Demak, buni ham davom ettirishimiz mumkin. Okay, have a shower. Demak, dush qabul qilmoq. Have a bath, vanna qabul qilmoq. Vannada cho'milmoq, dushda cho'milmoq deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Okay, have a coffee. Demak, menda coffee bor deb tarjima qilmaymiz. Demak, have a coffee. Nima deymiz? Ha, juda ham to'g'ri. Ya'ni bu yerda ichmoq degan ma'noda kelyapti. Juda ham to'g'ri topdingiz. Okay, ketdik. Ya'ni drink coffee desangiz ham bo'ladi, albatta bu noto'g'ri hisoblanmaydi. Gets home. Demak, buni juda ham ko'p qaytardik. Demak, uyga yetib bormoq, get up, demak, o'rnidan turmoq. Get ham xuddi shu tartibda keladi. Demak, agar yaxshi tushungan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, mana shu so'zlardan foydalangan holatda go, have, get dan foydalanib, siz bizga o'zingizni, demak, javoblaringizni jo'natishingizni so'rab qolamiz.